Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyğur Qurultayı tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 19 maydan 21 maygacha Yaponiyaning Hiroshima shahrida ichildigan va qisqartirilgan nomi G7 deb atalgan sanoatlashgan 7 davlat guruhi boshliqlari yig'ini jarayonida Hiroshima shahrida G7 davlatlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi jiddiy harakatga o'tish kerak degan shior ostida bir yurish faoliyatlarini olib borgan Yaponiya Uyg'ur jamiyati Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya qatarlıq sanoatlashgan 7 davlat guruhi rahbarlaridan G7 yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida maxsus muzokara olib berib, bu vaqt qaror ma'qullashini, shundaqla Uyg'ur majburiy amkiga qarshi jiddiy tadbirlarni qo'llanishini talab qilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Ahmad Latif apandi bu vaqt to'xtalib mundaq dedi: "Biz bu yig'in jarayonida 7 davlat rahbarlariga bir qancha talabni o'ttirib qo'ydik. Buningda oldi bilan mazkur 7 davlat ichida Amerika, Fransiya, Angliya, Kanada, Yevropa parlamenti qatarlıq 5 davlat va ittifoq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. Ular buni e'tirof qilgan ekan, albatta Xitoyning bu jinoiy qilmishini to'xtatish, jinoiy javobgarlikni surishti qilish uchun darhol harakatga o'tish majburiyati bor. Biz buni askartdik ham bu yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida muzokara olib berib, qaror ma'qullashini talab qildik. Yana birisi, mushu 7 davlatning Uyg'ur majburiy amki bilan chetishliqi bo'lgan Xitoy mahsulotlarini cheklash masalasida mas'uliyati borligini eskartib, buningga qarata konkret chora-tadbir ilishini talab qildik. G7 davlatlari boshliqlari yig'inining 20 may kuni e'lon qilgan o'rtaq axborotida biz Xinjiang, Tibet qatarlıq rayonlarda yuz berayotgan inson haqlari tajovuzchilik qilmishlaridan andish tuyayotganligimizni ifoda qilamiz deb ko'rsatilgan. Shu kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, G7 davlatlarini Jungoning ichki ishlari qo'pollik bilan aralashdi. Biz G7 davlatlarining kishilik huquqni bahona qilib, Xinjiang, Shizang va Tayvan masalasiga qo'l uzatishi qat'iy qarshi turamiz deb ayblagan edi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi dunyoga oshkorlangandan keyin Uyg'ur masalasi G7 davlatlari yig'inining muhim kun tartiblarining biri bo'lib keldi. O'tgan yil 22 sentabr kuni G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlarining yig'inidan keyin e'lon qilingan rasmiy bayonotda mundaq deb ko'rsatilgan edi. G7 davlatlari BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq vaziyati baholangan dokladning e'lon qilinganligini qarshi oldi. Ular Xinjiangdagi ig'ir kishilik huquq dafsanchiligidan qattiq andish qildi hamda dokladning umumiy bahosiga, jumladan Xitoyning qilmishlarining xalqaro jinoyatlar bo'libmi insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilish mumkinligiga alohida diqqat qildi. Bayonotda yana G7 davlatlarining Uyg'ur masalasida davomli hamkorlashidiganligi ta'kidlanib, munolar deyilgan. G7 davlatlari bu masalani har qaysi sherik davlatlar, fuqarolar jamiyati va xalqaro jamiyat bilan birlikda davomli hal qilishga va'da berdi. Ular kishilik huquq oliy komissarligi e'lon qilgan dokladdan keyin BDTning harakatga o'tishining muhimligini ta'kidlashdi. G7 davlatlari Xitoyni o'z qonunlari va o'zlari qo'l qo'ygan xalqaro qonunlar bo'yicha kishilik huquqni to'liq hurmat qilishga chaqirdi. Bu yil 4-ayning 24 kuni Yaponiya parlamentining a'zoligiga saylangan Uyg'ur qizi Arfiya yaqinda Davr jurnalining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonda eng ig'ir kishilik huquq dafsanchilik yuz berayotganligini bildirgan. Davr jurnal to'g'rida e'lon qilingan maqolada aytilishicha, Arfiya hozirgi Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishidaning harbiy jihatda kuchli davlat bo'lish siyosatini qo'llaydi ekan. Buning sababi Arfiyaning Uyg'urlar yana hozir Xitoyda eng qattiq izlayotgan xalqning farzandi bo'lganligidan ekan. Muxbir onundan, siz bir Uyg'ur bo'lish sifatingiz bilan Yaponiya Uyg'urlarga texim ko'p yordam qilishi, Yaponiyadagi ko'chmanlar va panoh tilguvchilar uchun texim ko'p ish qilib berish kerak deb qaramsiz deb so'raganda, Arfiya javob berib, men uzundan buyon kishilik huquq xizmati bilan shug'ullanib keldim. Kishilik huquqni dafsan qilishning darajasi bo'lmaydi. Ochiqini aytganda, Uyg'ur rayonida hozir bu davrdagi eng ig'ir kishilik huquq dafsanchilik yuz beryotidi deb qarayman. Xalqaro jamiyat uchun buningga qanday inqos qaytarish zo'r bir sinoq degan. Hamda Yaponiyaning garchi panoh tilguvchilarni ko'plab qabul qila oladigan davlat bo'lmasa-mu, kishilik huquqni qo'g'dashga texim loyiqlashgan davlat bo'la oladiganligini va buning uchun tirishadiganligini bildirgan. Arfiya yaqinda Axios to'rining ziyoratini qabul qilganda, garchi Uyg'urlarning hozir irqiy qirg'inchiligining qurboni bo'layotgan bir millat bo'lsa-mu, boshqa millatlarga o'xshash qad ko'tarib gullanishga loyiq bir xalq ekanligini, hamda buni o'z xizmati orqali namoyon qilib berishni umid qilganligini bildirgan edi.
Amerika qatarlıq dövlətlər Yaponiyanın Hiroshima şəhərində 7 dövlət başçıları yığınına qatnışıyotqan məzgildə Xitay Kompartiyası baş sekretari Xi Jinping Xitayning Xi'an şəhərində O'rta Osiyodagi 5 dövlət başçıları bilan uchrashib, Xitay O'rta Osiyo dövlətləri hamkorligini yuqori pallaga ko'tarishning dag'dug'isini qilgan edi. 18 may kuni Nyu-York vaqti gazeti to'g'rida e'lon qilingan Xitay O'rta Osiyo davlat boshliqlari yig'ini G7 davlat boshliqlari yig'ini bilan raqobatlashyotamdi nomli maqolada ko'rsatilishicha, Xitay O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashishining bir muhim maqsadi Xitay o'zi bilan bir yo'lda mangadigan hamrohlarni yeniga tortib, Amerika boshchiligidagi dunyo tartibiga taqobil turmoqchi. Xitayning maqsadi hozirgi dunyo tartibini cheklash va uning ustidan g'olib kelishdan iborat. Maqolda aytilishicha, 7 davlat boshliqlari yig'inida Ukrainadagi urushdan ojizlab ketgan Rossiyaning O'rta Osiyoga bo'lgan ta'sirining ojizlashganligi, buni fursat bilgan Xitoyning O'rta Osiyoda Rossiya qoldirib qo'ygan bo'shliqni to'ldirishga kuchayotganligi muhim temalardan biri bo'lgan. Xitoy hozir Rossiya prezidenti Putinni g'azablantirmaslik uchun bir yoqdan Rossiyani qo'llab, bir yoqdan O'rta Osiyoda xohlig'ini qilish uchun bu rayondagi davlat katta boshlarining ko'nglini ilishga urinayotgan bo'lib, amaliyotda bu yerda nihoyat mushkul diplomatiya usuli o'ynamoqda ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu yil Qozog'iston bilan O'zbekistonni ziyorat qilganda, ularni g'arb ellarining embargosi uchirgan Rossiyaga yordam bermaslikka chaqirgan edi. Kuzatuvchilarning qarashicha, g'arb ellari O'rta Osiyo qancha yaqinlashsa, Xitoy O'rta Osiyoni ulardan shuncha qizg'indi ekan. Xitoyning bu qatim ochgan O'rta Osiyo davlat boshliqlari yig'inimi O'rta Osiyoni texmi xotirjam qilish, Xitoyni ularning eng yaxshi qo'shnisi va yordam berguchisi qilib ko'rsatishni maqsad qilgan ekan. Yuqorqi maqolda mundaq deyilgan: Xitoyning O'rta Osiyo qiziqishdagi sabab Xitoy uzundan buyon Şinjandagi zo'ravonlik voqealari va milliy ziddiyatning keskinlashib ketishidan ansirab keldi. Bu rayon O'rta Osiyo bilan qo'shni. Shunga Xitoy O'rta Osiyo iqtisodini gullantirishni Şinjangni texmi muqim qilishning bir usuli deb qaraydi. Birlashma Atlantik gezitining Twitterga yo'llagan uchiriga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinping 5-oyning 19-kuni Xitoy O'rta Osiyo davlatlari boshliqlari yig'inida Xitoyning O'rta Osiyo davlatlariga 26 milliard yuan moliya yordami va haqsiz yordam beradiganligini jakarlagan. O'zbekiston garchi Xitoy bilan keyinroq yaqinlashgan davlat bo'lsa-mu, ammo Xitoy bilan tuzishgan kelishim va bayonnomalari 28 turga yetgan. Qozog'istonning 7 turlik, Qirg'izistonning 11 turlik, Tojikistonning 18 turlik bo'lgan. Siyosiy kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoyning bu yig'ini ichishdagi tub maqsadi O'rta Osiyo davlatlaridan foydalanish, ammo Tayvanga hujum qilish uchun xalqaro Xitoyni qo'llaydigan kuchlarni to'plashni bekrak maqsad qildi ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning O'rta Osiyoni o'z oldiga egallashining qiyin ekanligini, g'arb ellari va Rossiyaning buningga qarab turmaydiganligini ifoda qilishmoqda. Angliya hukumati va Angliyaning davlat xavfsizlik amaldorlari garchi Xitoyning eng chong raqib va tahdid ekanligini pat-pat tilga ilib tursa-mu, ammo Angliya armiyasining Xitoyda ishlangan harbiy formalarni kiyishini to'sib qola olmagan. Angliyada chiqadigan kundalik pochta gazeti to'ri 20 may kuni chiqargan xabarga qaraganda, Angliya havo armiya alayida atirti Mərgənlər ətirdən öz içigə alğan ali hərbi qismlərinin forması Xitayda işləngan. Angliya Xan Cəmiyyət hava armiyası qurulğanlığını xatırlaş uçuşida kiyilgan hərbi formalar Xitayda işləngan. Bunun üçün Xitay bilan 70 million fon sterlinglıq to'xtam tuzilgan. Angliya xavfsizlik mutaxassislari Xitayning hozir g'arb dunyosiga tahdid shakllantirayotganligini bildirgan. Angliyaning sobiq bosh vaziri Liz Truss oldingi hafta Tayvanga borganda Angliyaning so'g'uq munosabatlar urush davrida turayotganligini aytgan edi. Xabarda aytilishicha, kishilik huquq faoliyatchilari Angliya armiyasi kiyib olgan formalarning lagerlarga solingan Uyg'urlar majburiy ishlatilgan zavodlarning mahsuloti bo'lish mumkinligini ilgari surgan. Xitoy eksport qilgan paxta mahsulotining 84% Sharq Turkistondan kelgan bo'lib, bu rayonda 1 milliondan ko'p Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar majbur emgak silinmoqda. Angliya armiyasining sobiq qo'mondoni Richard Kemp bu kishini tanglikda qo'ydigan nomus qilarlik xatolik. Qurolli qism tanarxi har qancha yuqori bo'lsa-mu, Angliyada ishlangan formalarni kiyishi hergiz Xitoyning kiyimlarini kiymasligi kerak. Xom ashyolar kishilik huquq ahvoli yaxshi davlatdan kelishi, tahdidkor hujumchi davlatdan kelmasligi kerak degan. Xabarlar haftaligi jurnalining 22 may kundagi xabarga qaraganda, Amerikadagi millionlagan xizmatchilarning pensiya fondi Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid soldigan yoki Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetildigan shirkatlarga mablag' qilib silingan. 2022 yili 6-oydan buyon Amerika hukumati to'plagan pensiya fondi 720 milliard dollarga yetgan. Hökumət 6 milyon 800 min xizmətçi üçün təxminən 5 min məbləğ fondi şirkətini tanlaş və pensiya fondunun bir qismini bu şirkətlərə məbləğ silish hüququ bergan. Bu şirkətlər içində 9 Xitay şirkəti Amerika hökuməti embargo qoyğan və küzətiş tizimligiga alğan şirkətlər ikən. 9 Xitay şirkətinin içində Uyğur məcburi əmgəki bilan çetişlik gün taxta və təqib nazarat kameralarını yasaydigan şirkətlər bar ikən. Kanada 4CP2 xəbər kanalının 22 may günü bergan uçurığa qaraganda
Kanada bilan Xitoy munosabatining yomonlashishiga ergishib, Kanadadagi eng chong pensiya fondining Xitoyga solgan mablag'i texmi ko'p tekshirishga duch kelgan. Chunki Xitoyga silingan bu mablag'ning bir qismi Uyg'urlar uchrayotgan zulmning davomlashishiga hissa qo'shidi ekan. Kanadada yig'ilgan 402 milliard pensiya fondining 2% Xitoyga mablag' silingan bo'lib, buning ichida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yoki majburiy emgakka chetilgan shirkatlarga silingan mablag' 2 milliard dollardan oshib ketgan. Bu şirketlerden bazıları gün taxtı yasaydigan şirketler bulup, dünyada bu mahsulotga bo'lgan ehtiyoj davomli oshib bormoqda. Xitoy mo buningdan foydalanmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr ko'rish.